Ustiga mana tekis qilib qoqib berish kerak. Nima qoqish kerak? Pataloq qoqish kerak. Pataloq qoqish kerakmi? Aka, biz shunday qoqamizki, dunyo standartlariga javob berib qoqib beramiz. Bo'ldi aka. 5 kun muhlat bering, 5 kundan keyin mana shu to'ppa-to'g'ri bo'lib chotki bo'lib beradi. Ishondim aka. Bo'ldi aka. Xo'p. Ustoz, qanaqa ish oldingiz? Shogird, senga shunaqa ajoyib ish oldim. Dunyoda tengi yo'q ish oldim. Mash patoloni 5 kunda tekis qoqib qo'ysang, keyin pulingni beraman. 5 kundan keyin kelaman, o'zim foizimni olib qolaman. 5 kundan keyin pulini olasan. Tushundingmi shogird? Gap bo'lishi mumkin Qoqib emas. qo'y shu patoloni. Ketdim men. Omad. Davlat. Assalomu alaykum shogird. Bo'p qoldingmi? Qo'ydim. Shogird, buni nima qilding? Men senga tekis qoqib qo'ygim degandim. Mana qish qilib qo'yibsan-ku. Ustoz, siz men bu doridan bitti-chi? Sizlar buni tekisda qo'yib olasiz. Shogird, hamisha kutingni tiqibsan. Buni qanaqa bekasi javob beraman? Tuppoy, barya qale. Qanaqa to'g'rilayman endi buni? Ketib qoldimi? Okajonim, bitta qarangchi. Pataloq qiyish ustiga. Okajonim, siz patologiyaga qaramang. Mana buni qarang, aka. 500 ming so'mning ichiga devorlarni, aboylarini yopishtirib qo'ydim. Kuxonning mebeligacha qo'yib qo'ydim. Aka, ko'ryapsizmi? Binalar qo'yib qo'ydim. Aka, mikrovolnovka qo'yib qo'ydim. Gaz plitaga qo'yib qo'ydim, aka. 500 ming ichida. Okajonim, 500 ming ichida siz rozi bo'lsangiz bo'ldi, aka. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, okajonim. Yana xizmatlar bo'lsa aytasiz. Aytaman. Ustoz, klientga nima yo'naqada bordingiz? Palakat, sana ustingdan 500 ming so'm ishlayman deb patolonni san qoqqin, senga non bo'lsin deb shu ishni berganim. Patolonni qish qoqib qo'yibsan-ku, maraz. To'xtang, bu meni aybim emas. Bu hammasi dorining aybi. Maraz, sana doring meni 45 millionga tushirdi. Kuxonning mebellargacha qilib qo'ydim. Aboylarni yopishtirib qo'ydim. Eshak miya loykalar, paytava quloq. 45 millionga qancha dori sotib olardim?